بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Robbimiz subhanahu va taolo Qur'oni Karimda shunday deb marhamat qiladi. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum baynakum bil batil. Ey mu'minlar, mollaringizni o'rtalaringizda nohaq yo'llar bilan yemanglar. Qimor bir odamning molini nohaq yeyishlik bo'ladi. Shuning uchun harom. Astagfirullah. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali shayton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ey mu'minlar, aroq, qimor, butlar va cho'plar bilan folbinlik qilishlik shayton amalidan bo'lgan harom ishdir. Bas najot topishinglar uchun bularni har biridan uzoq bo'linglar. Qur'onda aytilgan, oyatda aytilgan maysir mana shu qimor bo'ladi. Qimor. Qimor nima? Qimor ikki taraf o'rtaga molni qo'yadi yoki buyumni qo'yadi, o'ynaydi shu qimorni. Natijada bittasi molga ega bo'ladi, ikkinchisi mahrum bo'ladi. Bir tarafning zarar ko'rish hisobiga ikkinchi taraf foyda ko'rdimi, ati qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar harom bo'ladi, chunki bu qimor. Ikkita jamoa o'rtaga bir narsa qo'yadi yoki ikkita shaxs yoki uchta shaxs qo'yadi-da, bittasi yutib ketishlikka hammasi rozi bo'lib o'yin o'ynaydi. Bu harom bo'ladi. Qimor bilan mashg'ul bo'lgan qimorvozning guvohligi qabul qilinmaydi. Chunki qimorvoz adolati yo'q odam deb hukm qilingan to'ralar mazhabda ham. Qimorvozni guvohligi o'tmaydi. O'tgan safargi darsimiz oxirgi xulosasi mana shu edi. Uchinchi qismimiz davom etamiz. Qimorni yangi va zamonaviy turlari. Avvallari qimor o'ynash oson emas edi. Endi bizning zamonimizga kelib turib, bu zamonimizning o'zgachaligidan uyida o'tirgan joyda qimirlamasdan qimor o'ynashlik imkoniyatlari bo'lib qoldi. Avvalgi davrlarda qimorvoz qimor o'ynash uchun uydan chiqish kerak edi. O'ziga o'xshagan qimorvozlarni topish kerak edi, joy topish kerak edi, to'planib o'tirib o'ynash kerak edi. Sharoitlar talab qilinar edi. Ammo hozir bu narsalar kerak emas. Hozir qimor har bitta odamning qo'lida bo'lib qoldi. Telefonda olsa, o'yin tayyor. 24 soat qimorxona tayyor turibdi. Uydan ham chiqish kerak emas, qimorvoz bo'lgan ulfatni ham topish kerak emas. Qo'lida algoritm turibdi, 2 marta knopkani bosadi, tamom, o'yinda. Avvallari qimor o'ynash ancha mehnat edi o'ziga yarasha. Odamlar ko'rib qolsa uyat edi. Nazorat bor edi. Oson emas edi. To'siqlar ko'p edi. Bugun bo'lsa hech kim bilmaydi. Yotgan joyida o'ynayapti. Ajib birodarlar. Bizning zamonimizga kelib turib, qimor ham, zino ham, hatto o'g'irlik ham qo'limizdagi telefonning ichida bo'lib qoldi. Bundan 100 yil burun yashagan odamlarga shunaqa bo'lib qoladi desa, aqli olmasa kerak edi. Endi bizning zamonimizda mana shu texnologiyaning taraqqiyoti natijasida qimorning turlari ko'payib ketdi. Lotereyalar, internetdagi totalizatorlar, internet kazino qimorxonalar, prilojeniyani ochasan, qimorni ichidasan. Ana shu sportga qo'yiladigan stavkalar. Qimorda bunaqa turlarning hammasida bitta odam yutsa, boshqalari zarar ko'radi. Endi bu o'yinda qanaqa qilib atamang, o'yin deysizmi, sprint deysizmi, lotereya deysizmi, kupon deysizmi, savatcha deysizmi, bir tomon foyda ko'rib, ikkinchi tomon zarar ko'radimi, tamom qimor bo'ladi. Qimor hirs va ochko'zlik ustiga qurilgan. Qimorvoz million dollar yutadi, lekin to'ymaydi. Endi 2 million qilaman deb kiradida, avvalgisini ham beradi. Qimorvoz pul deb qimor o'ynamaydi. Qimorvoz
kayf deb o'ynaydi. Agar pul uchun o'ynaganida o'sha 1 million dollar, 2 million dollarni yutgandan keyin shat etagini ko'tarib chiqib ketish kerak edi. Yo'q, o'sha 1 millionni ko'tarib yana keladi kazinoga. O'sha dopamin uchun, kayf uchun keladi. Qimorvoz odam bu kasal odam. Kazino hech qachon yutkizmaydi. Chunki kazinoda yurgizadiganlar o'zlarining ishiga qo'sh tirnoq ichida ilmiy yondashadi. 24 ga 7 formatida ishlaydi. Ana shu kazinoga kirgan mijoz kazinodan chiqib ketmaslik uchun hamma sharoitlar muhayyo qilingan. Bir chekada bekarga ovqat bor, hojatxona ham shuni ichida, tashqariga chiqishlikka hojat bo'lmaydi. Yana ularni mana shu ilmiy yondashganidan bitta misol, o'zlarining ishiga ilmiy yondashganligini yana bitta misoli, kazinoda hech qachon devorga soat ilib qo'ymaydi. Qancha vaqt o'tirganligini bilmasligi uchun. Va kazinoni derazalari qalin pardalar bilan to'sib tashlanadi. Kunmi, tunmi farqiga bormasligi uchun. Natijada kazinoga kirgan qimorvoz kunmi, tunmi bilmaydi, qancha vaqt o'tganligini bilmaydi, pulini hammasini yutkizguncha o'tiraveradi. Yana sportni bahona qilib turib qilinadigan stavkalar bor. Har xil atlar bilan chiqadi. Odamlar mana shu reklama qilayotgan o'zini, kompaniyalar sportni reklama qilyapti deb o'ylaydi. Yo'q, ular sportni reklama qilmaydi, ular qimorni reklama qilyapti. Endi ana shu sportni tushunadigan ayrim odamlar, men sportni yaxshi tushunaman deydi-da, ana shu bilimim evaziga pul topaman deb turib pul tikadi. Futbolmidi yoki boshqa bir sport turimidi? Xulosa birodarlar, qimorning turi ko'p. Va bu qimor haqida dars boshlashimizga sabab bo'lgan asosiy omil, asosiy turtki ayollar bo'ldi. Ayollar uyda o'tirib, telefon orqali qarzga kirib, uylari buzilib ketyapti, uylari xonavayron bo'lib sotilib ketyapti. Takror aytyapmiz. Ayollarni qarab qo'yinglar telefoniga, nimalarni kiryapti, ko'ryapti, nimalar bilan ovora bo'lyapti. Chunki bir nechta oilalarni mana shunday narsaga ilashib qolganligini eshitdik. 1 million so'm tushib qo'yibdi. 1 million tillasini sotgan, qarz kichkinaligini o'zi yopib yurgan kelin. Tillasini sotgan, uzugini sotgan, lekin kattayib ketgandan keyin oilalar buzilib ketdi. Bu mana shu xotinni qimorvozligi fosh bo'lgandan keyin. Aytdi-ku narkotik deb. Demak, qimorning turlari ko'p, lekin umumiy qoidasi va asosiy belgisi bir tarafni yutug'i boshqa tarafni yutqizishi evaziga bo'ladimi? Tamom, bu harom bo'laveradi. Qimordagi odam ikki xil holatdan bittasida bo'ladi. Yo g'olib bo'lib yutuqqa erishadi, g'anima, yoki mag'lub bo'lib zarar ko'radi, g'aroma. Qimorning jamiyat uchun xavfi. Yosh avlod uchun xavfi. Mana aytdik, qimor mana shu telefonda bo'lib qoldi. Yoshlar bilmay qoladi kirib qolayotganligini. Ana shu pulni yutkizishdan ham yomonroq narsa yoshlarni qimorga kirib qolganda. Bular vaqtini zoya qilyapti, bilim olishini imkoniyatini to'sib qo'yapti, hayotda yo'lini yo'qotyapti. Oilalar uchun xavfi. Qimorvoz odamni jazavasi tutib qolganda, qimorni xumori tutib qolganda hech narsani o'ylamay qoladi. Hatto oilasini ham o'ylamaydi, uyini ham o'ylamaydi. Natijada oilada urush janjal chiqadi, ishonch yo'qoladi. Qarzga botadi, hamma yo'qdan ajraydi. Qimor insonlarni mehnatsiz boy bo'lishlikka targ'ib qiladi. Odamlar tez va oson yo'l bilan boyib ketaman ekan degan xom xayolga berilib qoladi. Jamiyatda adolat qolmaydi, mehnat, halollik, qadr-qiymati yo'qib ketadi. Shariat nazdida qimorvoz qanaqa odam? Aytdik, qimorvozni guvohligi qabul qilinmaydi. Qimorvoz adolatsiz odam, qimorvoz ishonchsiz odam deb aytdik. Omadga ishonadida 1 so'mdan 100 so'm yasayman deydi. Umr g'animat, pul g'animat, vaqt g'animat. Qimor insonni dunyoda xor qiladi, umrini zoya qiladi, oxiratda azobga yetaklaydi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar:
La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alan arba'i hisolin. Qiyomat kunida dedi payg'ambarimiz, banda 4 ta narsa haqida so'ralmagunicha qadamlari o'rnidan qimirlamaydi. Nimalar edi ular? Birinchisi an umrihi fima afnahu. Umrini nimaga sarfladi? Ikkinchisi va an shababihi fima ablahu. Ikkinchisi yoshligini nima bilan o'tkazdi? Uchinchisi va an malihi min ayna iktasabahu va fima anfaqahu. Uchinchisi moli haqida so'raladi. Qayerdan topdi pulni va qayerga sarfladi? Va to'rtinchisi va an ilmihi madha amila fihi. Ilmi haqida so'raladi. Amal qildimi, yo'qmi? Qimor insonni qiyomatda qiyin ahvolga solib qo'yadi. Qimorvoz tuzaladimi, yo'qmi? Juda ham qiyin, ammo yo'li bor. Birinchidan, Allohning rahmatidan noumid bo'lish kerak emas. Allohning rahmatidan noumid bo'lish mumkin emas. Noumid shayton. Faqat shayton noumid. Bandalar umidini uzmasligi kerak. Astagfirullah. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innalloha yaghfiru-zunuba jami'a innahu huval g'afurur rahim. Ey Muhammad alayhisalom, mening o'z jonlariga jinoyat qilgan bandalarimga ayting. Ya'ni gunohkor bandalarimga, osiy bandalarimga ayting. Allohning rahmat marhamatidan noumid bo'lmanglar. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta uning o'zigina mag'firatli mehribondir. Alloh taolo banda qilgan gunohi qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar tavba qilib, to'g'ri yo'lga yurib, nasuh tavba qilgan bo'lsa va shu gunohga qaytmagan bo'lsa, ana shu yomonliklarni yaxshilikka aylantirib qo'yadi. Astagfirullah. Illa man taba va amana va amila solihan fa ulaika yubaddilullohu sayyiatihim hasanat va kana Allohu g'afurur rahima. Qarang, magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa, bas Alloh ana o'shalarning yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblarga aylantirib qo'yur. Ya'ni inson hayot davomida katta gunohlarni qildi, ko'p qildi. Endi Alloh meni kechiramikin deb noumid bo'lmasin. Aniq umid qilsin. Alloh kechirib, kechirishligi emas, yana ana shu gunohlarni savobga aylantirib qo'yar ekan. Faqat kechirish emas, ham kechiradi va shu qilgan gunohlarini qiyomatda savobga aylantirib qo'yadi. Yana qanaqa marhamat kerak? Ya qanaqa umid kerak yana banda uchun? Hadis qudusiyda Alloh taolo aytadi: "Ana inda zonni abdi bi." Men bandamning men haqidagi gumonidaman. Nima degani bu? Bandam men haqimda qanday gumonda bo'lsa, men shunaqa bo'laman. Alloh meni kechiradi deb gumon qilib umid qilsa, kechiraman deydi. Va in taqarraba ilayya bi shibrin taqarrabtu ilayhi zira'an. Robbimiz aytayapti. Kim menga bir qarich yaqinlashsa, men unga bir arshin yaqinlashaman. Kim men tomon yurib kelsa, men unga qarab yuguraman. Buxoriy va Muslim. Ya'ni qimorvoz odam Alloh tomonga qarab birinchi qadamni qo'ysa, bir qadam qo'ysa, Alloh 2 qadam qo'yadi. Tavba qilib Alloh tomonga qarab yursa, Alloh taolo men yugurib boraman uni oldiga deyapti. Shuning uchun qimorvoz odam qimorxonadan chiqsin, tavbani niyat qilsin, Alloh tomonga qadamni qo'ysin, qolgan qadamni qo'yishlikka Alloh taolo kuch-quvvat beradi. Ha, u tavba qiladi. Qachon katta pul yutkizib chiqib, bolaga xumor tugab, nima qilib qo'yganligini tushunganidan keyin tavba qilishga o'tadi. Darrov zikrga o'tirib oladi, kechasi namozga o'tirib oladi. Mana shu holat uni ichida yaxshilik borligini belgisi. Nima qilib qo'ydim deganida bu. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "At-taibu minaz-zambi kaman la zambalah." Gunohidan tavba qilgan kishining misoli gunohi yo'q kishining misoli kabidir. Gunoh qilgan, endi nasuh tavba qildi, haqiqiy tavba qildi.
Haqiqiy tavba qilgan bo'lsa, bu odam gunoh qilmagandek bo'ladi. Masalan, bir odam ichkilik bilan ovora bo'lgan, bir paytlar sutxo'rlik qilgan, tavba qildi, to'xtatdi, qaytib qilmadi. Qiyomatda shu gunoh bo'lmaydi uni yelkasida. Faqat nasuh tavba bo'lsin. Endi nasuh tavba qilgan bo'lsa dedik. Bandaning tavbasi nasuh tavba bo'lganini qayoqdan bilamiz? Ana shu qilayotgan gunohini, qimormidi, aroqmidi, boshqamidi, birinchisi to'xtatadi. Ikkinchisi, mana shu gunohni qilganiga qattiq afsus nadomat chekadi. Uchinchisi, qaytib qilmayman deb Allohga ahd beradi. Bu uchta shart to'xtash, pushaymon yeyish, qaytib qilmaslikka ahd berishlik. Allohning haqqidagi gunohlarda uchta bo'ladi. Agar bandalarda haqqi ham ilashib qolsa, o'sha yegan narsasini qaytarib berishligi kerak. Ma'qulmi? Nafsni jilovlash haqida mutasavvif ulamolarning aytgan so'zlari. Fuzayl ibn Iyoz aytadi: agar Alloh bandasining tavbasini qabul qilsa, u zot bandaning qalbidan gunohning lazzatini chiqarib tashlaydi va uning o'rniga toatning halovatini soladi. Agar bandani tavbasi haqiqiy bo'lgan bo'lsa, ana shu qilayotgan gunohidan topayotgan lazzatni Alloh qalbidan chiqarib qo'yar ekan. Ichib, qimor o'ynab topayotgan huzur, halovat yo'q bo'lib qolar ekan, agar tavbasi haqiqiy bo'lgan bo'lsa. Mavlono Jaloliddin Rumiy aytadi: 100 marta tavbangni buzgan bo'lsang ham yana qayt. Bizning dargohimiz umidsizlik dargohi emas. Mana ichmayman dedi, ichib qo'ydi. O'ynamayman qimorda va'da berdi, yana o'ynab qo'ydi. 100 marta qoqilgan bo'lsang ham, 100 marta tavbangni buzgan bo'lsang ham umidini uzma, yana qayt Allohga. Chunki Alloh taoloning dargohi umid uziladigan joy emas. Bu degani qilaver degani emas. Qilmay yurdingiz, harakat qildingiz, shu nafs g'olib bo'ldi, shayton yengdi, qilib qo'ydi shu gunohni. Shundan umidingizni uzmang. Imom G'azzoliy Ihyo Ulumuddinda shunday deydi: tavbaning haqiqati qilgan ishidan qattiq achinish va gunoh joyidan uzoqlashishdir. Kimki gunoh qilib yurgan joylarini tark etmasa, uning tavbasi til uchida qolgan bo'ladi. Tavbaning haqiqati qilgan ishidan qattiq achinish va gunoh joyidan uzoqlashishdir. Kimki gunoh qilib yurgan joylarini tark etmasa, uning tavbasi til uchida qolgan bo'ladi. Ya'ni qimor o'ynaydigan joydan, qimor o'ynaydigan ulfatlardan uzilmabdimi? Bu odamning tavba qilgani faqat tilining uchida. Uzilish kerak dedi-ku, uzilish kerak. Qimordan qutulishning yo'li bor. Birinchisi kasalman deb tan olish kerak qimorboz o'zini. Ikkinchisi ulfatlardan voz kechish kerak. Ikkita o'g'ri bilan yursang, uchinchisi sensan. Ikkita aroqxo'r bilan yursang, uchinchisi sensan. Arab hikmatida shunaqa deyiladi. Endi ikkita qimorboz bilan yursang, uchinchisi sensan. Shuning uchun akalar, ukalar, ulfatlarimiz bor, jo'ralarimiz bor. Biz aralashib yuradigan jamoa bor. Agar ana shular qimorbozlar bo'ladigan bo'lsa, siz garchi qimor o'ynamasiz ham qimorbozsiz. Imom G'azzoliy yana aytadi: tavbaning shartlari haqida. Tavba 3 narsadan iborat. Birinchisi ilm, ikkinchisi hol, ya'ni pushaymonlik, uchinchisi amal. Agar inson gunohni tark etsa-yu, lekin o'sha muhitdan va o'sha gunohga sabab bo'luvchi do'stlardan uzoqlashmasa, uning tavbasi xavf ostidadir. Yuqoridagi hikmatning davomi bo'lyapti. Siz o'sha qimor o'ynayotgan ulfatlardan ajrab chiqib ketmasdan shular bilan birga yurgan bo'lsangiz, sizni tavbangiz xavf ostida. Bu nafaqat qimor, boshqa gunohlarga ham ishlatsak bo'ladi. Aroq ichadigan ulfatlarning ichida yuribsiz, ichmay qo'ydingiz. Lekin ajrab ketmadingizmi? Xavfda tavbangiz, ya'ni qaytib ichib qo'yishligingiz mumkin. Fuzayl ibn Iyoz aytadi: soxta va chin tavba haqida. Gunohni qilgan holida istig'for aytish, tavba qilish
yolg'onchilarning tavbasidir. Chin tavba qalbda o'sha gunohga nisbatan nafrat paydo bo'lishidir. Takrorlaymiz. Gunohni qilib turgan holida istig'for etayotgan bo'lsa, bu odamning tavbasi yolg'onchining tavbasi ekan. Bugun ichadi Alloh kechirib qo'y, ertasi kun ham ichadi Alloh kechirib qo'y. Bu gunohni to'xtatmasdan tavba qilayotgan odam yolg'onchining tavbasi. Endi sizni qilgan tavbangizni qabul bo'lganligini va uni to'g'ri bo'lganligini bitta belgisi shu gunohga nisbatan qalbingizda nafrat paydo bo'ladi. Istab ko'ringchi. Shunaqa ishingiz bormidiki, gunoh edi. Avval uni qilib maza qilar edingiz, keyin o'sha narsani ko'rsangiz nafratlanadigan bo'lib qoldingiz. Amaliy tavsiyalar. Birinchi qadam. Birinchidan qimorvoz odam muammoni tan olish kerak. Menda shu illat bor. Menda shu qimorvozlik kasali bor. Shu narkotikka muhtojlik bor. Eng qiyin, ammo eng muhim qadam mana shu. Menda muammo bor. Men o'zimni nazorat qila olmayapman deb tan olishingiz. Qimorvozga gapirsa, nima men qimorvoz bo'lib qolibmanmi? Nima menga uni deyapsan deydi. Orqasidan o'ynasam o'zim pulimga o'ynayapman deydi. Oldida qilayotgan da'vosi men qimorvoz emasman deyapti. Keyingi gapi qimorvozman deyapti. Tushunmayapti o'zi. O'ynasam nima qilyapman men? O'zi mana shu kibr. Kishi o'zida mana shunday illatni, gunohni, kasalni borligini tan olmayotganligi kibr. Eng birinchi qilingan 3 ta gunohni eslaylik. Alloh taologa qilingan eng birinchi 3 ta gunoh. Birinchisi kibr edi. Shayton qildi, osiylik qildi. Men undan yaxshiman dedi. Ikkinchisi Odam alayhisalomning xatosi bo'ldi, unutib qo'yib. Uchinchisi Qobilning qilgan gunohi bo'ldi, hasad bo'ldi. Kibr, unutishlik, hasad. Kibr qilmaslik kerak. Qimorvoz odam menda shu kasal bor deb tan olish kerak. Birinchi va eng qiyin qadami. Chunki kibr payg'ambarimiz aytganlaridek, batarul haqqi va g'amtun nas. Kibr haqqa ko'nmaslik va odamlarni mensimaslik. Sen qimorvozsan desiz unamayapti-da. Prosta tan olsin. O'zini nazorat qila olmayotganligini tan olsin. Imom G'azzoliy aytadi. Agar Alloh taolo bandasiga yaxshilikni iroda qilsa, uning ko'ziga o'z ayblarini ko'rsatib qo'yadi. O'z ayblarini ko'ra olgan insongina tuzalish yo'liga kiradi. Qimorvoz tan olsin shu kasalini, keyin tuzalishga harakat qiladi. Shunday emasmi? Nima bo'pti ulfatlarimga? Normalniy odamlar deydi. Seni normal ulfatlaring hammasi qimorvoz. Demak, o'z aybini tan olishlik tuzalishlikka qo'yilgan birinchi qadam bo'ladi. Banda o'zini holatini o'zi o'zgartirmagunicha Alloh ham uni holatini o'zgartmasligi haqida siz bilan bizga xabar bergan. Astagfirullah. Innalloha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Alloh taolo aytayapti. Albatta, to biron qavm o'zlarini o'zgartirmagunlaricha Alloh ularning ahvolini o'zgartirmas. Qimorvoz odam tuzalmoqchimi? Birinchi qiladigan ishi tan olishi. Menda shu kasal bor, o'zimni nazorat qila olmayapman, shundan qutula olmayapman. Va Alloh tomonga qarab birinchi qadamda bossin. Alloh taolo aytayapti, bandalar o'zlari tuzatmaguncha o'zlaridagi narsani Alloh ularni hargiz tuzatmas. Aqulu qawli hada va astaghfirulloh li va lakum. Innalloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy. Ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi va sallimu taslima. Wassalamu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh.